Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hammaga. Hurmatli prezident, murojaat etishda sizga yana davom etaman. Hurmatli prezident, mahalliy hokimlikda kuyovlari bo'lgan bir shaxsning bir qancha qonun buzilishlari bordi. Surxondaryo viloyati Oltisoy tumanining mahalliy hokimligining yordamchisi, ya'ni Qosimov Fozilning qaynotalari Jumayev Hamidullo Xolmatovich tomonidan o'sha Shaymardanov Ashurol Mavlonich tog'am yashovchi hududda, ya'ni o'sha bu inson ham o'sha tog'amni yerlariga da'vogar bo'lib chiqqanlar, o'sha yo'l so'rab, lekin o'zlari nima uchun Bashniyni hududini, yerini noqonuniy egallab turibdilar. Hurmatli prezident, u joyda qo'llarida bitta qaror bilan bir qancha fuqaroga yer sotgan va hozir kunda ochiqchasida kadastr hujjatiga ega bo'lmasa-da, lekin noqonuniy qurilishlar qilib bemalol yashab kelmoqda. Yana bir o'sha Jumayev Hamidullo Xolmatovich to'g'risida o'shani noqonuniy harakati bo'yicha bir qancha vazirlik, idoralarga murojaat qilgan, o'sha hududda yashaydigan, o'sha bilan chegaradosh, u yerda bir Shaymardanov Bahrom ismli tog'amiz bor. Ularni derazalarigacha, o'sha o'zlarini chegaralarigacha olib borib daraxtlar ekib, hozir kungacha ozor berib kelyaptilar. Jumayev Hamidullo Xolmatovichning qo'lida 15 sutga qarori borda, hokimmi 2005-yilda. U qarorni haqiqiy emas deb topish kerak. Sababi, hurmatli prezident, o'sha qaror asosida Nasriddinov Bahrom ismli shaxsga u joyda yer sotganlar, Sotov Turg'unga yer sotganlar, Bashning ro'parasidagi yerni sotganlar, Bo'tayarov Maqsudga sotganlar, Oltisutga sotganlar, yon qismidagi hozir kunda egallab noqonuniy qurilish qurayotgan joyda sotganlar, Jumayev Turg'unga sotganlar. Shu bitta qaror bilan Jumayev Hamidullo Xolmatovich, ya'ni o'sha Qosimov Fozilli qaynotalari bir qancha fuqaroga, shaxsga u joyda yer hujjatlarini sotyaptilar. Bir qaror, bitta qo'lidagi 15 sutlik qaror bilan. O qarorni qanaqa chiqarib olishgan, endi Allohga ayon. Hurmatli prezident, Bo'tayarov Maqsudga o'sha qo'ldagi qaror bilan sotganlar, 6 sutga tilxatlari bor qo'lida. O'sha 15 sutdan 6 sutni ajratib tashlaganingizda ham u joyda 9 sutga yer qoladi-da. U o'sha 9 sutga yer qoladi. Uni qo'lida 15 sutga qaror bo'lib, xohlagan yerni sotib, yana xohlagancha borib odamlarni derazasini, binosini derazasini tagigacha daraxt ekib olganlar-da. U yerdagi nizo bo'lmaydimi? Bizning mamlakat qonunlarida 3,5 metrdan keyin ekilish kerak ekan tekinlarda. Lekin bu bo'yicha o'sha Shaymardanov Bahrom tog'am ayollari bir qancha vazirlikka murojaat qildi. Ming afsuski natija ola olmadi. Sababi, Qosimov Foziljon hozir kunga qadar Surxondaryo viloyati Oltisoy tumanining hokimini yordamchisi bo'lib ishlaydi. Albatta, ular u joyda turgan murojaatlari yopishadi. Anu o'qishi bilmagan, ko'zlari ko'rmaydigan ayolga borib, bizni kelganligimiz bo'yicha qo'l qo'yib bering deb aldab, yolg'onlar bilan imzo qo'ydirib ketgan tashakkurnomalarga. Bazaga kirib tekshirsak, tashakkurnomaga imzo qo'ydirgan. Vaholanki tog'am ayollarning ko'zi o'tmaydilar, yozuvlarni tushunmaydi hattoki. Yolg'on gapirganlar. Ular Allohni tanigan oddiy oila, unaqa narsalarni tushunmaydilar, hurmatli prezident. Hurmatli prezident, Surxondaryo viloyatining egasi bormi, yo'qmi? Ochiqchasiga qonunni buzib harakat qilishadi. Hali sizga shunaqa kontentlarimiz bor, hujjatlari bilan keltirib beramiz. Bu Surxondaryo viloyatida shaxsga doir ma'lumotlargacha ochiqlanib fuqarolarning qo'liga beriladi. Qayerdan? Hujjatlargacha beriladi. Qayerdan? Ortida maxsus tizimlar turgani uchun. Surxondaryoni o'zi maxsus tizim boshqaradi-ku, hurmatli prezident. Bularni jilovni bir mahkam oluvdingiz. Yana jilov bo'shab ketganmi deyman. Siz bu hokimlarga, mutasaddi rahbarlarga erkinlik yaratib berdingiz, ba'zi bir tizimlarga bosim qilib. Lekin bular hozir kunda ular bilan hamkorlik qilib, faqat sizni oilangiz, faqat sizga nisbatan xalqning keskin e'tirozini uyg'otyapti. Hammasi yolg'on, hammasi yolg'on. Bu men shu mahalliy hokimliklar Telegram kanaliga kirsam, ular yoritib berayotgan siyosatga yashagim keladi, hurmatli prezident. Ming afsuski, u Telegramda bor narsa. Kinoni ko'rganingiz bilan kinodagi hayotga yashab bo'lmaydi. Hayot boshqa, kino boshqa. Go'yoki kinoda, hurmatli prezident.
Mana biz shuncha qonun buzilishini chiqib gapirgan taqdirimizni ham ko'rib bilsalar ham ko'rmaslikka olishadi. Shu noqonuniy binolarda yana faoliyat yuritadi hammasi. Chunki sizni oilangizga, sizga nisbatan xalqni g'azabini keltirish kerak, e'tirozini keltirish kerak. Quri sizga yolg'on gapiradi. Hurmatli prezident, sizga oddiy xalq muhtoj. Oddiy ehtiyojmand xalq muhtoj sizga, hurmatli prezident. Oddiy ehtiyojmand xalq sizni so'zingizni, minbarda turgan so'zlaringizni qahramon gapirgan kabi olib, prezidentimiz mana bunaqa dedilar deydi. Siz hokimlarga, boy oilalarga, moddiy jihatdan o'ziga to'q odamlarga siz kerak emassiz, hurmatli prezident. Sizni oldinolona siyosatingizga oddiy xalq muhtoj. Oddiy ehtiyojmand xalq muhtoj. Man orqasida bir mansabparast, bir lavozimda o'tirgani yo'q, oddiy xalq muhtoj sizga, hurmatli prezident. Puli bor odam 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta advokat oladida ishini ko'raveradi. Lekin ehtiyojmand xalqingizda, oddiy xalqingizda bunaqa imkoniyat yo'q, hurmatli prezident. Nima, mana hokimlikda kuyov o'tirsa, xohlagan yerini sotsa, yana xohlagan yerga borib egalik qilib o'tirsa, xohlagan qurilishini qilsa, xalq sizga e'tiroz bildirmasdan, sizga nafrat bildirmasdan kimga bildiradi, hurmatli prezident? Ochiqchasiga mahalliy hokimiyatda bunaqa kuyovlari o'tirib bilganini qilgandan keyin atrofdagi xalq kimga e'tiroz bildiradi? Albatta sizni siyosatingizga e'tiroz bildiradi. Albatta sizga e'tiroz bildiradi. Hurmatli prezident, bular sizga haqiqatni hech qachon aytmaydi. Chunki bular sizga do'st bo'lsa haqiqatni aytadi. Sizga do'st emasda bular. Siz o'zingizni yangi O'zbekiston deb asos soldingiz mamlakatimizga, konstitutsiyagacha o'zgartirdingiz. Siz xalq bilyaptimi deysiz. Joylarga borsak, xalqqa aytinglar, xalq sezyaptimi yangiliklarni deysiz. Xalq qayerdan sezsin, hurmatli prezident? Sizni joylarga ishonib qo'ygan odamlaringiz siz yaratib berayotgan imkoniyatni, siz yaratib berayotgan shart-sharoitni qanday sezsin? Xalqqa hozir na uy, na pul, na boqimandalik unaqa narsa yo'q. Xalq o'zini haqqini himoya qila olmayapti joylarda. Hurmatli prezident, mana men sizga 32-murojaatni yo'llayapman hozir kunda. Lekin siz bilmaydi deb o'ylaysizmi? Kiberxavfsizlikka bering, hammasi kirib ko'rib o'tiribdi hamma narsani. Lekin e'tiborga olmaydi, chunki ularga shu kerak. Ularga xalqni e'tirozi kerak prezidentga nisbatan. Bular sizga do'st bo'lsa, hurmatli prezident, joylarda birorta murojaat hurmatli prezident deb chiqmaydi xalqning ichidan. Sizga hali shunaqa kontentlarim bor, hurmatli prezident. Asoslab ochib beraman. Bular sizga do'st emas, sizga biz muhtojmiz. Chunki biz oddiy kambag'al o'zbek xalqimiz. Bizni bir mansabda o'tirgan odamimiz yo'q. Bir moddiy ta'minotimiz yo'q. Biz sizga muhtojmiz. Unaqa ta'minoti zo'r, shunaqa konsernerli mashinalar berib qo'yibsiz ularga. Ular sizga muhtoj emas. Ular o'zini mansabi uchun, ular o'zini manfaati uchun o'tiribdi joyga. Hurmatli prezident, joylarga qo'ygan rahbarlar sizga do'st bo'lsa, o'sha hududdan bironta inson hurmatli prezident deb muammo olib chiqmaydi. Hurmatli prezident, adolat o'rnatib bering. Hurmatli prezident, siz bizni eshiting, biz qiynalib ketdik demaydi. Chunki ular har bir hududini, har bir fuqarosi bilan borib ishlashadi. Chunki ular prezidentga sadoqatini shunday isbotlashadi. Prezidentga sadoqatli bo'lgan odamda bor bunaqa tuyg'ular. Vataniga, xalqiga sadoqatli bo'lgan odam bitta hududini, bitta qiynalayotgan insonni chiqsa, to'xta, nimaga ular qiynalayapti? Kim ularni qiynayapti? Qayerda adolatsizlik bo'ldi deb qiziqardi. Ularga nimaga kerak bu narsa? Ular o'zi sharoiti, hamma narsasi zo'r. Sizni chiqib aldab qo'yyapti. Hurmatli prezident, xalqning ichidagi haqiqatni dovyurak odamlar sizga aytadi. Ular ahmoqmi? Xalqning ichidagi haqiqatni sizga chiqib aytib, o'ziga o'zi sizdan gap sotib olib yo lavozimdan ketib qolishdan qo'rqadi ular. Ular sizga hech qachon haqiqatni aytmaydi. Aldaydi sizni. Xalqimiz sizni duo qilyapti. Hurmatli prezidentimiz, televideniyalarga chiqayotgan odamlarni ortini surishtirib boring, hurmatli prezident. O'shalarni kimdir qayergadir ishlaydigan odamlar bo'lib chiqadi. Shuning uchun chiqib gapiradi. Oddiy xalqni biz sizga gapirtirib olib chiqib beramiz, hurmatli prezident. Oddiy xalq haqiqatini olib chiqib beramiz. Nima uchun meni olib borib voyaga yetmagan ukam bilan bir sutga qamaganda shunaqa gaplarni eshitganman, hayratda qolganman, hurmatli prezident.
Siz bularni bilmaysiz qanaqa kibrli mamlakatni prezidenti bo'lib turib, men sizda hali ko'rmadim kibrni. Ikki qo'lingiz ko'ksingizda shunaqa xalqingiz oldiga samimiyat bilan chiqasiz. Mammanlik bir kibringizni ko'rmadik. Jahon hamjamiyatining oldiga borib chiqasiz. Hamma tashriflaringizni, chet eldagi tashriflaringizni kuzatamiz. Hamma prezident ichida eng samimiyati, soddaligi, samimiyligi bilan ajralib turasiz. Bularni ko'ring, hurmatli prezident. Viloyat hokimlarini qabuliga kirayotganda shunaqa tekshirib kirgizishgan, hurmatli prezident. Shaxsan Ulug'bek Qosimov Berdiqobilovich qabuliga bir necha marotaba kirganman. U odam umuman eshitmaydi. U odamga qancha uchragan sari biz bosimga uchraymiz. Bosim bo'ladi bizga. Bizni olib borib qamatib ichki ishlarga qamab qo'rqitadi. Endi haqiqatni gapiradigan vaqt yetib keldi. Qachongacha andisha qilamiz biz? Hurmatli prezident, ularni kibrini ko'ring. U insonni qabuliga kirayotganda, prezident qabuliga kirayotganda his qilganmiz o'zimizni. Chiqib gapirganmiz, voy tavba. Prezident ham shunaqa qilib fuqarolarni qabul qilmaydi, joylarda yurib shunaqa mashinalarda tushirib xalqi bilan ko'rishib ketadi deganmiz. Ular odil bo'lsa, ular haqdil bo'lsa, ular Allohning oldida, xalqining oldida, prezidentining oldida haq bo'lsa nimadan qo'rqadi? Nimadan qo'rqadi? Agar bir telefon bilan boring, telefoningizni sindirib, boshingizga urib, olib borib qamatib tashlaydi. Qachon men shu viloyat hokimiga uchrasam, hurmatli prezident, qamalaman men. Olib borib sudrab olib borib qamab tashlaydi. Voyaga yetmagan ukamni maktabdan olib chiqib, uni jarima qilib, bizni jarima qilib, ukamlarni qamoq qilib, uyimizgacha organ xodimlari bostirib kelib. Surxondaryo egasizmi, hurmatli prezident? Biz haqqimizni so'rayapmiz, birovdan pul so'ramayapmiz. Nonos so'ramayapmiz, vatan so'ramayapmiz. Mamlakatdagi haq huquqimizni so'rayapmiz, hurmatli prezident. Jinoyatchi bo'lmasak, xohlagan vaqt delo ochadi, jinoyatchi qiladi. Xohlagan shuni qiladi. Shunchalik darajada Surxondaryo karvonsaroy bo'lib qolganmi, hurmatli prezident? Surxondaryoning egasi yo'qmi? Nima qilishimiz kerak? Biz ham bitta jonimizga qasd qilishimiz kerakmi? Shu darajaga olib kelib qo'yapti. Ochiqchasiga qonunni buzadi, hurmatli prezident. Ochiqchasiga qonunni buzadi. Siz ba'zi bir tizimlarni dumini mahkam bosib, bularga erkinlik berudingiz. Ular birgalikda aka-uka bo'lib hamkorlik qilib, butun xalqni e'tirozini sizga uyg'otib yotibdi. Qayerga qaramay qonun buzilish. Oddiy xalqingizning hayotida shuncha qonun buzilish, budjetni pullari, katta mablag'larni bir tekshirtirib ko'ring, prezident. Sizdan so'raymiz, hurmatli prezident. Jon prezident, bu Surxondaryoga xizmat tekshiruv tayinlating, prezidentga xizmat tekshiruv tayinlating, har bir tizimiga tayinlating. Gapimiz qanchalik haq adolatli ekanligini bilasiz. Qachongacha bularni bosimiga chidaymiz, prezident? Biz sizga ishonib ovoz berganmiz saylovlarda. Siz prezident bo'lgan kuningiz 2016-yil ko'zimizda yosh bilan shunchalar xursand bo'lib baqirganmiz. Shaxsan men Liberal demokratik partiyasi a'zosiman. Meni partiyamdan prezident bo'ldi deb shunchalar xursand bo'lganman. Sizga xalqning e'tirozi yo'q, hurmatli prezident. Lekin siz joylarga qo'ygan rahbarlar ochiqchasiga manfaatdorlik qilsa, ochiqchasiga qarindosh urug'chilik qilsa, ochiqchasiga qonunlarni buzgandan keyin xalqning e'tirozi to'g'ri-da, hurmatli prezident. Xalq to'g'ri e'tiroz qiladi. Pul bo'lsa bo'ldi ekan, mansab bo'lsa bo'ldi ekan, tanish bilishing bo'lsa bo'ldi ekan, O'zbekistonda adolat, haqiqat yo'q deb. Hurmatli prezident, o'z vaqtida bu narsani bartaraf qilishingiz kerak. Keyin kech bo'ladi. Sizni shuncha yillik umringiz ketib, sochingizga oq tushib, qora tolasi qolmadi sochlaringizni tolasini orasida, prezident. Sizni ertaga kelajakda buncha qilgan ishingiz bir daryoga oqib ketmaslik kerak. Sizni davringiz, sizni hukumat tepasida turgan vaqtingiz xalqqa bir adolatsizlik, azob bo'lib qolmaslik kerak, jon prezident. Siz bu narsaga chek qo'ying. Bular hech qachon aybini sizga aytmaydi. Ahmoqmi bular sizga aybini aytib?
lavozimidan ketishdan, qamalishdan qo'rqadi. Qurri sizni aldab o'tiradi. Hurmatli prezident deydi. Hurmatli prezident bo'lsangiz, nima uchun o'sha viloyatning ichida e'tiroz bor? Nima uchun viloyatning ichida haqsizlik bor? Nima uchun viloyatning ichida adolatsizlik bor? Nima uchun viloyatning ichida hamma prezident deb chiqadi? Yordam bering, iltimos deb chiqamiz. Nima uchun? Agar sizni xalqini, vatanini tuyg'usi bo'lsa, qalbida zarracha ko'rsin, adolatni o'rnatsin. Hurmatli prezident, murojaatlarimizga e'tibor qarating. Buni oqibatlari yaxshilikka olib kelmaydi. Mana bu joy ham o'zboshimchalik bilan egallangan joy. Bu yerlar mana shu Bashniy hududiga tegishli maydon bo'lgan, lekin fuqaro tomonidan faqat mana bu joylar ham sotilgan. Ular hujjatini ko'tarsa, asl hujjatlar Bashniyga tegishli maydon ekanligini ko'rsatib beradi. Lekin mana bu joyda ham o'zboshimchalik qurilishlar bor, lekin bular bilan hech kim shug'ullanmaydi. Faqat mana shu millatning bolasini yetishtirgan Shaymardanov Ashuraliga bosimlar, faqat u insonni yopiq turgan devorlari ochilishi, yo'l berilishi so'raladi. Lekin mana bu mahalliy hokimiyatda kuyov bo'lsa mumkin, hurmatli prezident, yopib olishi ham mumkin. Lekin davlat qarorlarida 2018-yilda 1-mayga qadar deb yozilgan joylari bordi. Lekin bizda davlat manfaati bo'yicha deb ko'rilgan sudda. Lekin bu yerda davlat manfaati hammaga bir xil emasmi u? Ko'rganmiz, hurmatli prezident, bu mahalliy hokimiyatda ishlovchi hokimning yordamchisini, qaynotasini joyi. Bularga bunaqa Bashniyning hududlarini egallash mumkin. Noqonuniy qurilishlar qilish bularga mumkin. Bularning hammasiga mumkin. Lekin mana bu joyi tepasida ham yo'l bor. Mana hurmatli prezident, sherdan shundoq kirib kelsa, mana bu Bashniy. Mana Bashniyga kiruvchi mana yo'l, tayyor yo'l turibdi. Buni mahalliy hokimiyatni, hokimning yordamchisini qaynotasi egallab olganligi sababli bu joyni yopib, tog'amni uylaridan joy ochib berishyapti. Mana shu yo'l kelib turibdi. Mana to'g'riga qurilgan bino shu mahalliy hokimiyatda ishlovchi insonni qaynotasini joyi. Ularga qaynotasiga joy qilib berishyapti. Mana yo'l. Mana shu yo'lda ham ochib qo'ysa, bemalol aholi kirib chiqib, yo'l o'zi aslida shu yerdan kelib chiqib ketish kerak bo'lgan. Lekin tog'amda uy joyini buzib, uylarini, mulklarini buzib ochishni ma'qul topishdi. Mana yo'l. Mana shu to'g'ridan kirib kelsa bo'ladi o'sha yo'l. Mana. Surxondaryoda adolat, haqiqat yo'q.